Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana hoji akamiz o'zgandan keldi. Ko'rib turganinglarda 2 kishilik umniy kotyoldi. Inshaalloh o'rnatyapti. Stabilizator, kompyuter, shinek va boshqa hamma narsasini olib kelib, hoji akamiz o'rnatyapti. Hoji aka, bu necha kvadratli kotyol va qancha puli? Bular 400 kvadratli kotyol. Puli 100 kronmi? Maşallah. İnşallah tıkılıp qolmaydigan tamam o 2 kishilik bilan. Ko'mir tıkılıp qoldi. Qarab aylanadi. Degan problemi yo'q mana hoji akalar, ko'rsanglar bo'ladi. Bittasi ishlamay qolsa deyapti. Bittasi aylantirib turaveradi, ikkinchisini remont qilguncha deyapti. Ikkalasi ishlagan mahalda umuman muammo bo'lmaydi ekan. Bunga doполнительный gazli kotyol qo'yib berganmiz. Gazli kotyolimiz ham 400 kvadratlik Rock firmasining kotyoli. Rock firmasining eng yaxshi tomoni gaz davleniyasi tushib ketsa, o'ta ozayib ketganda ham eplab tortib yoqib beradi. O'chib qolmaydi. Va bunga обязательно bitta stabilizator qo'yilgan kichkinasida. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, kotyol kerak bo'lsa hoji akamga, ustanovщик kerak bo'lsa bizga inshaalloh telefon qilaverasizlar.